Yetib keldik singlim. Eshikni ochib yuborasizmi? Eshikni ruchkasi ishlayapti. Men sizdan ruchkani so'raganim, eshikni ochib yuborsangiz tushaman. Yo, endi haligi ochish qiyin emas-ku, shuni nazarda tutib. Men nimaga pul to'layapman? Komfortim uchun pul to'layapman. Demak, eshikni ochishingiz kerak. Yo, singlim, eshik to'g'risini aytganda biznes klasslarda ochiladi. Bu oddiy komfort bo'lsa. Biznesmi, komfortmi menga qizig'i yo'q. Eshikni ochsang tushaman, bo'lmasa bir tiyin pulim yo'q. Xo'p. Marhamat singlim.